Xo'sh, birinchisi aytyaptiki, to'g'ri tasdiqni ko'rsating deyapti. Variant 1, birinchi savol. To'g'ri tasdiq ko'rsating. Bu yerda mexanikadan tashlayapti, aynan kinematika bo'limidan tashlagan. A varianti aytganki, ilgarilama harakat qilayotgan jismning barcha nuqtalari bir xil ko'chadi. B kaliti aylanish o'qi atrofidagi aylanma harakatda jismning barcha nuqtalari bir xil ko'chadi. C javobda ilgarilama harakatda bo'lgan jism doim tekis harakat qiladi. D javob ilgarilama harakat qilayotgan jismning har xil nuqtalari ko'chishi har xil bo'ladi degan. Xo'sh, bu yerda to'g'ri tasdiq ilgarilama harakat qilayotgan jismning barcha nuqtalari bir xil ko'chadi, chunki ilgarilama harakatda o'zining ta'rifi bor. Ilgarilama harakatda jism barcha nuqtalari bir xil ko'chishi kerak. Shu tasdiqni yodlab qo'yinglar. Ikkinchisi, poyezd ikki stansiya orasidagi masofani 72 km/s o'rtacha tezlik bilan t vaqtda o'tdi. Tezlanish va tormozlanish uchun jami 4 minut vaqt ketdi. Boshqa vaqtda esa poyezd 80 km/s tezlik bilan tekis harakat qildi. Poyezdning harakatlanish vaqti t-ni hisoblang. Xo'sh, poyezdni butun harakat davomidagi o'rtacha tezligi 72 km/s. Metr sekundda qancha bo'ladi bu? 20 metr taqsim sekund. Metr sekundga 3.6 ga bo'lar edik. Xo'sh, tezlanish va tormozlanish uchun jami 4 minut vaqt ketgan. T vaqt shunday vaqtki, demak, poyezdni tezlanishi va tormozlanishi uchun ketgan vaqt. Qolgan oraliqni esa 80 km/s tezlik, 80 km/s o'rtacha tezlik bilan poyezd bosib o'tgan. Balki ana bu metr taqsim sekundga o'tganimiz bizga kerak bo'lmas. Bizdan t vaqtni so'rayapti. Variantda A, B, C, D variantlarida minut birligi ham bor, soat birligi ham bor. Ishlab ko'rishga harakat qilamiz. Diqqat qilib yodlaringizni saqlanglar, chunki xuddi shu savolni o'zi keyingi variantlaringizda boshqa kattaligini noma'lum qilib keladi. Masalan, bizda poyezdning harakatlanish vaqti t-ni so'rayapti-ku, men buni t1 deb olay. Men umumiy harakatlanish vaqtini topamiz sizlar bilan, t-ni topamiz. Poyezdning harakatini tezligi va vaqtga bog'langan grafik usulida yechishga harakat qilamiz. Demak, poyezdni tezligi v vertikal yuqoriga yo'nalgan, harakatlanish vaqti t gorizontal o'ng tomonga yo'nalgan deb olaylik. Poyezd dastlab vaqt 0 bo'lganda stansiyada bo'lgan, boshlanish tezligi ham 0 bo'lgan. Keyin tezlashgandan keyin ma'lum bir tezlikka erishganda, ya'ni 80 km/s tezlikka erishgandan keyin bir xil tekis harakatlanishni boshlagan poyezd. Mana. Bir xil tekis harakatlanishni boshlaganda, keyin narigi stansiyaga yaqinlashganda tormozlanib to'xtagan mana. Mana. Bu bizda harakat vaqtini o'qi, yuqorisi tezlik o'qi. Demak, poyezd mana bu qismda tezlashgan, bu qismda tormozlashgan. Mana bu vaqt oralig'ini agar t deydigan bo'lsak, tezlashish va tormozlashish uchun 4 minut sarflagan. Mana bu vaqtimiz t ayrilgan 4 minut bo'ladi. Chunki tezlashgan qanchadir vaqt, tormozlashgan qanchadir vaqt, mana bu oraliq vaqtdan, mana bu oraliqdan olamiz, gorizontal o'qdan, tezlashish vaqti, tormozlanish vaqti. Ikkovini qo'ysa 4 minut chiqadi. Jami 4 minut bo'lsa, bu ikkita chetni ayirtasam, bu tomon t-4 minut bo'ladi. Rasmda ko'rib turgan sohalaringiz trapetsiya yuzini topsak, shu shaklda trapetsiya yuzini topsak, jismni bosib o'tgan yo'lini beradi. Ya'ni S ni topish uchun mana bu shtrixlangan soha yuzasini topsak, V hamda T koordinatalar sistemasida mana sohani yuzasi bizda bosib o'tilgan yo'lga teng. Endi bu yo'lni topishni nima qilamiz? Trapetsiyani yuzasini topish uchun trapetsiyani parallel tomonlari asoslarini qo'shamiz. Balandlikka ko'paytiramiz. Mana balandlikning qiymati qancha? 80 km/s. 80 ga teng. Bu yerga km/s deb yozib qo'yamiz birligini. Demak, bu o'qimiz km/s, bu o'qimiz kelinglar minutda o'lchayapti vaqtni. Xo'sh. Yuzani topadigan bo'lsak, S barobar, mana shu yuza barobar bo'ladi. Parallel tomoni T, keyingi parallel tomon oladi. Bu parallel bir-biriga, ikkita parallel tomonlarni qo'shamiz. Bo'lamiz 2 ga, ko'paytiramiz balandlikka. Balandlik mana bu masofa. 80. Mana trapetsiya deb faraz qilsalaringiz, A tomon, B tomon, bular asos deyiladi, mana balandlik deyiladi. Trapetsiyaning yuzasini topish uchun
asoslarini qo'shib 2 ga bo'lib balandlikka ko'paytirish kerak. Bu yuza endi umumiy yuzani vaqtga bo'lsak, o'rtacha tezlik kelib chiqadi. Mana bu bosib o'tilgan yo'l. Shu bosib o'tilgan yo'lni hisob-kitob qilib topamiz. Keyin vaqtga bo'lib yuborsak, qaysi vaqtga? Umumiy harakatlanish vaqtiga. O'rtacha tezlikka teng bo'ladi. Demak, o'rtacha tezlik topish uchun mana shu yerda topib olgan s kattaligimizni t ga bo'lishimiz kerak. S ni soddalashtiramiz birinchi. T ga t ni qo'ysak 2t, 2t dan 4 ni ayiramiz, 2t minus 4. 2t minus 4 taqsim 2 ko'paytirilgan 80. Bu suratdan 2 ni chiqarsam t minus 2 qoladi. Maxrajdagi 2 bilan qisqarib ketsa 80 kara t minus 2. Demak, umumiy bosib o'tilgan 80 kara t minus 2 ga teng ekan. O'rniga keltiramiz. V o'rtachani o'rniga 72 ni keltiramiz. 72 barobar 80 kara t minus 2 taqsim t. E'tibor beringlar, buni ham kilometr soatda qo'ydim, buni ham kilometr soatda. Ikkita formulada qatnashadigan tezlik, bu ham tezlik edi. Ikkalasining ham birligi bir xil bo'lgani uchun qisqarib ketadi. Vaqt mana buni birligi minutda demak qo'ygan edik, minutda chiqaveradi. 72 bilan t ni ko'paytiramiz. 72 kara t barobar 80 ochib chiqamiz. T minus 160. Xo'sh, ayirsak endi minus 8 t barobar minus 160, t barobar 20 chiqadi. Aytganimdek, vaqtni birligi bizda hozir minutda chiqadi. 20 minut. Demak, 20 minut vaqt sarflaydi. Poyezd jami ikkita stansiya orasidagi masofani bosib o'tish uchun. Endi bu metro ekanda, metro. Poyezdning metrosi. Chunki uzoqqa yuradigan poyezdlar ozgina ko'proq vaqt sarflaydi. Bir nuqtadan bir vaqtning o'zi ikkita jism bir gorizontal 6 metr sekund tezlik bilan, ikkinchisi vertikal pastga 8 metr sekund tezlik bilan o'tildi. 2 sekunddan keyin ular orasidagi masofani toping degan. Bu ham demak kinematika bo'limiga oid savol. Bir nuqtadan bir vaqtning o'zi ikkita jism biri gorizontal 6 metr taqsim sekund tezlik bilan, demak birinchisining tezligi x o'qi bo'ylab yo'nalgan 6 metr taqsim sekund, buni rasmda ko'rsatamiz. Ikkinchisini tezligi esa vertikal pastga 8 metr taqsim sekund v2, demak 8 metr taqsim sekundga teng. 2 sekunddan keyin jismlar orasidagi masofani toping deyapti. Birinchi belgilab olamiz, o'sha jismlar orasidagi masofani keyin topishga harakat qilamiz. Xo'sh, ikkita jism biri demak gorizontal o'tilgan, ikkinchisi vertikal pastga o'tilgan 8 metr taqsim sekund tezlik bilan. Xo'sh, birinchisi gorizontal v1 bilan o'tilgan, ikkinchisi vertikal v2 bilan o'tilgan. Buni koordinata o'q qilib beramiz. Bu v2. Xo'sh, 2 sekunddan keyin deylik, ikkinchisi mana bu nuqtaga yetib keldi. Birinchi jism gorizontal o'tilgani uchun mana bu trayektoriya bo'ylab harakat qiladi. 2 sekunddan keyin masalan deylik, u mana bu nuqtaga yetib kelgan. Mana shu ikkita jism orasidagi masofani so'rayapti bizdan. Mana shu masofa S deylik, ana shu masofani topamiz. S bizda so'roq. Xo'sh, S ni topish uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib jismlarni koordinata tenglamalari tuzib chiqamiz. Koordinata tenglamalari tuzib chiqqanimizdan keyin 2 sekundda masalan bu jism qaysi nuqtaga yetib kelgan, shu nuqtani o'zini topib olamiz. Bu jism qaysi nuqtaga yetib keladi, o'shani ham topib olamiz. Xo'sh, koordinata o'qi, mana y o'qini ikkinchi jism harakatlangan joy deb olamiz. X o'qini birinchi jismning harakat yo'nalishi deb olamiz. Mana bunday. Qaranglar endi. X, Y o'qlarini chizdim-ku, qulay bo'lishi uchun Y o'qini pastga yo'naltirishim mumkin. X o'qini o'ngga yo'naltiraman. Demak, mana X o'qini o'ng tomonga yo'naltiramiz, Y o'qini pastga yo'naltiramiz. Hech qanaqa zarar qilmaydi. Biz odatda Y o'qini yuqoriga, X o'qini o'ngga yo'naltirardik. Hozir bizda Y o'qini pastga yo'naltirdik. Bu masala ishlashimizda bizga hech qanaqa xalaqit bermaydi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Birinchi jism X o'qidan ham, Y o'qidan ham harakat qiladi. Uni ikkita tenglamasini tuzib olamiz. X o'qi bo'yicha harakati birinchi jismni agar gorizontal o'tilgan bo'lsa, tekis harakat bo'ladi. Gorizontal olgan tezligi v1 ni vaqtni ko'paytirishimiz kerak. Hisoblaymiz endi. v1 ni o'rniga 6 qo'yamiz, vaqtni o'rniga 2 qo'yamiz. Demak, x1 barobar 6 kara 2. 12 metr taqsim sekund. 12 metr to'g'ri. Chunki bu metr taqsim sekund birligida, bu sekundda.
Endi y dagi tenglamasi birinchi jismni. Birinchi jism boshida tezligi gorizontal yo'nalgan bo'lgani uchun y da tezligi yo'q. Faqat gorizontal tezligi bor. Gorizontga vertikal tezligi bor. Vertikal yo'nalishda endi yer ham ularga tezlanish bergan. Shuning uchun mana bunaqasiga o'tib yuborsam, gorizontal yoqda tekis boradi, soyasi. Vertikal yoqdagi soyasi tezdan o'sha ketadi. Jismning o'zi qiya ketadi. Mana bunday harakatlanib tushadi pastga. Mana bunday parabolik mana bunday tushadi. Shu harakatida gorizontaldagi soyasi tekis ketadi, v1t bo'ladi. Vertikaldagi soyasi tezdan o'shan tushadi pastga. Shuning hisobiga endi pastda j pastga yo'nalgan, y ham pastga yo'nalgani uchun buni gt kvadrat taqsim 2 deymiz. gt kvadrat taqsim 2. Buni hisoblaydigan bo'lsak, y1 barobar 5t kvadrat bo'ladi. Mana j ni o'rniga qo'yaman, 12 bilan 5, t 2 2 ni kvadrati 4. 20. Demak, birinchi jism mana bu nuqtaga yetib kelar ekan. Qaranglar. X dan 12 koordinataga y dan qancha koordinata bo'ladi mana bu? 20. 12 20 degan nuqtaga yetib kelar ekan. Ikkinchi jism faqat y o'qi bo'yicha tushadi. X o'qi bo'yicha harakat qilmaydi u. Mana. Shunda x1 x2 ikkinchi jismning x koordinatasi 0 ligicha qolaveradi. Xo'sh, y dagi koordinatasi nima bo'ladi? Boshlangiq tezlik bilan o'tilgani uchun v2 kara t plus gt kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Xo'sh, 8 kara 2 y2 barobar 8 kara 2 plus 5 kara 2 ni kvadrati. Bu qism 20 chiqqanda bu 16, 36. Demak, ikkinchisi mana bu yerga yetib keladi. Bu koordinatasi 36 ga teng. Xo'sh, ikki nuqta orasidagi masofani topish kerak-da, xuddiki mana bu jismning koordinatasi manda nimaga teng bo'lyapti? Qaranglar, x dan birinchi yozaman 12, y dan 20. 12 20 koordinataga kelib qoldi birinchi jism. Ikkinchi jism esa 0 36. Agar birinchi nuqta koordinatasi x1, y1, ikkinchisiniki x2, y2 bo'lsa, nuqtalar orasidagi masofa mana formuladan topilardi. Ildiz ostida x2 ayrilgan x1 ning kvadrati qo'shilgan y2 ayrilgan y1 ning kvadrati. Bizda x2 0, 0 dan 12 ni ayiramiz, kvadratga ko'chiramiz. 12 ni kvadrati bo'ladi. y2 36, bu 12. 36 12 ni ayirsam 24, to'g'rimi? 24 ni kvadrati. 12 ni kvadrati 144. 24 ni kvadrati 576. 576 emasmi 24 kvadrat? Xo'sh, qo'shamiz endi. 0. Xo'sh, bir yo'lda 12, bir yo'lda 720. O'sha ildiz olamiz. 720 dan ildiz olsak, ha? Qayerda? 36 dan 20 ni ayirishim kerak edi, ha? 36 dan 20 ni ayirishim kerak edi, to'g'ri. Necha bo'ladi shuni? 16 mi? 16 bo'ladi. 16 ni kvadrati 256. 256 ga 144 qo'shsam 400 chiqadi, o'shami? 400 dan ildiz olsak 20 metr. Demak, ikkita jism orasidagi masofa 20 metrga teng ekan. B kalit. Xo'sh. Xo'sh, 4-savol. 1 kilogramm masali jism doimiy kuch ta'sirida harakatlanmoqda. Bunda jism tezligini jadvalga muvofiq o'zgarmoqda. Jismga ta'sir qiluvchi kuchning modulini toping deyapti. Xo'sh, 4-savol. Jism massasi 1 kilogramm. Keyin bizga jadval bergan. Jadvalimiz V ni T ga bog'liqlik jadvali. Xo'sh, 0 0 1 2 2 4 xo'sh 3 6 va hokazo 4 8 ham bor. Jismga ta'sir qiluvchi kuchni toping deyapti. F0. Endi bu yerda agar tezlikni tenglamasiga qaraydigan bo'lsak, jism tezligi bir xil vaqtda bir xil qiymatga o'rtayapti. Bu tekis tezlanuvchan harakat. Tekis tezlanuvchan harakatda oniy tezlik formulasi umumiy qolbi V barobar V0 plus A kara T bo'ladi. Shundan biza T bilan V ni qiymatini bilgan holda V0 bilan A ni topib bilamiz. V0 bilan A ni topsak bizga nima
qaysi kattalik topish imkoni paydo bo'ladi desa, V0 bilan A topilgandan keyin F ni topish imkoni paydo bo'ladi. Chunki Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra F barobar nimaga teng? M kara A ga teng. Jadvaldan xohlagan V0 ni keltiramiz. Masalan, 0 dan 0 qo'yamiz. Birinchi tenglamamiz V ni o'rniga 0 qo'yamiz, vaqtni o'rniga ham 0 qo'yamiz. V0 plus A kara 0. Bundan A kara 0 0lik kelib chiqadi. Buni inobatga olmasak ham bo'ladi. V0 barobar 0 bo'ladi. Demak, birinchi tenglamamizda V0 barobar 0 bo'ldi. Endi V0 ni o'rniga V0 0 yozsak bo'ladi. Ikkinchi, masalan, 1 sekundda, to есть 2 sekunddan keyin 2 sekund vaqt o'tgandan keyin tezligi 1 bo'lgan. Buni o'rniga 1, vaqtni o'rniga 2 ni keltiramiz. Buni o'rniga 0 ni keltiramiz. Xo'sh, 1 barobar 0 qo'shilgan A kara T ni o'rniga 2. Xo'sh, endi bundan A ni topadigan bo'lsak, 1 bo'lingan 2 bo'ladi, 0.5. Demak, jismga qo'yilgan tezlanish, jism oladigan tezlanish 0.5 metr taqsim sekund kvadrat. Birligi metr taqsim sekund kvadratda chiqadi. Bu metr sekundda chiqadi, lekin 0 chiqqani uchun ahamiyatga ega emas edi o'zi. F barobar M ga qo'yadigan bo'lsak, A ni o'rniga 0.5, M ni o'rniga 1 qo'yamiz. Demak, bu holda nima chiqadi bizda? F barobar 1 kara 0.5. 0.5 Nyuton. V bilan teng joylashibdimi? Ha, T yuqorida, V pastda ekan. T yuqorida, V pastda bo'lsa, xo'sh, ana endi bunda baribir 0 dan 0 chiqadi. Faqat ana bu yerda 1 sekund vaqt qo'yganimda tezlik 2 chiqadi. Tezlik 2 chiqadi 1 sekunddan keyin. Shunda tezlanish 2 chiqadimi? Tezlanish 2 bo'ladi. 1 kara 2 2 Nyuton. 2 Nyuton, to'g'ri. D kalit. Yer atrofida aylanma harakat qilayotgan kosmik kemaga qanday kuch ta'sir qiladi? Yer atrofida aylanayotgan kosmik kemaga faqat bitta kuch ta'sir qiladi. Bu gravitatsiya kuchi. Markazga intilma kuch degan kuch yo'q. Markazga intilma tezlanish. Markazga intilma kuch degani faqat noinersial sanoq sistemalarida o'sha jism harakatini tasvirlash uchun beriladi. Inersial kuchi. Inersiya kuchi ham deyiladi. Agar misol uchun yer atrofida qandaydir orbita bo'ylab harakatlanayotgan kosmik kema bo'lsa, unda kosmik kema hamda yer orasida faqat gravitatsiya kuchi bo'ladi. F gravitatsiya. Chunki biz tabiatdagi o'zaro ta'sirlarni 4 ga bo'lganmiz. Gravitatsion, elektromagnit, kuchli hamda kuchsiz. Markazga intilma tezlanish bu ta'sirlarning birortasiga kirmaydi. Bizda faqat gravitatsion ta'sir bor. Gravitatsion ta'sirga ega bo'lish uchun jism demak massaga ega bo'lish kerak. Gravitatsiya kuchi agar yer bilan bo'lsa, og'irlik kuchi ham deyiladi. Shuning uchun biz C kalitni o'zimiz bilamiz, faqat og'irlik kuchini o'zi. Xo'sh, 6-savol. Massasi 0.2 kilogramm bo'lgan magnit temir devorga 18 Nyuton kuch bilan tortilib tinch turgan bo'lsa, magnitga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchi qancha? Magnit va temir o'rtasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.2 demak 2 ga teng. Savolga qaranglar. Massasi 0.2, m barobar 0.02 kilogramm. Xo'sh, devorga 18 Nyuton kuch bilan tortilyapti. F barobar 18 Nyuton kuch, demak bizda 18 Nyutonga teng ekan. F magnit va temir orasida ishqalanish koeffitsiyenti mu. Ishqalanish koeffitsiyenti mu 0.2 ga teng. Xo'sh, buni birligi yo'q. J ni qiymatini bergan 10 Nyuton taqsim kilogramm birligida olsak ham bo'ladi. Metr taqsim kvadratda istasak ham bo'ladi. Endi hozir bizning masalamizga e'tibor beringlar. Mana bu yerda hammasi asosiy yuk birligida kilogramda, Nyutonda, kilogramm Nyutonda. Xo'sh, shuning uchun biz bemalol son qiymatlarni o'z bilan ishlab ketib, javobni Nyutonda chiqarsak bo'ladi. Magnit devorga yopishib turibdi. Devor bilasizlar vertikal joylashgan bo'ladi odatda. O'shanda devor deyiladi. Bizda hozir nimani qaysi kattalik so'ragan? Magnitga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini toping degan. Ana bu F magnitni yopishish kuchi bizdan ishqalanish kuchini so'rayapti. Diqqat qilinglar, bu savol ozgina chalkashtiradigan, ya'ni ba'zi bir xususiy hollarni inobatga olishga to'g'ri keladigan savol. Mana devor, vertikal devor, magnit devorga yopishib turibdi. Mana magnit devorga yopishib turibdi. Devor magnitni F magnit bilan tortadi. Magnit devorga F magnit bilan tortiladi. Natijada devor magnitga qarab qarama-qarshi yo'nalishda normal bosim kuchi bilan ta'sir qilishni boshlaydi mana.
Magnit devorga F magnit bilan tortiladi. F magnit vektori, N vektori. Magnit 18 newton bilan tortilsa, devor o'ziga urilgandan keyin o'shancha kuchni qaytaradi. Chunki muvozanat paydo bo'lishi kerak-da. Bo'lsa devorga qarab tortilib ketadi. Masalan, men ham polni 70 kilo bo'lsam, 700 newton bilan pastga qarab bosaman. Pol ham menga 700 newtonni bergani uchun men polni ustida turibman. Agar faqat men polni bosib tursam, pol javob qaytarmasa, men pastga qarab tushayotganman. Botqoqda shunaqa bo'ladi. Botqoqlikda botqoq sizlarga qaytib javob qaytara olmaydi. Shuning uchun sizlar og'irlik kuchlari hisobiga botqoqning ichiga tushib ketasizlar. Bunda ham magnitga devorni ursam, devor menga javob qaytaradi. Xuddi shunday magnitni yopishtirsam, magnitga o'sha kuchi bilan javob qaytaradi. Undan tashqari pastga yo'nalgan buni og'irlik kuchi bor. mg bor. Bu harakatga keltiruvchi kuch vazifasini bajaradi. Nima uchun? Chunki magnit pastga qarab tushishi mumkin-da. Og'irlik kuchi hisobiga. Buni tushmasligini ta'minlaydigan kuch bu ishqalanish kuchi. Xo'sh, birinchi bo'lib biza tekshirib ko'rishimiz kerak tinchlikdagi ishqalanish kuchini, tinchlikdagi ishqalanish kuchining maksimal qiymatini. Tinchlikdagi ishqalanish kuchining maksimal qiymati xo'sh, mu kara n ga teng. Mu ishqalanish koeffitsiyenti, n normal bosim kuchi. Endi Newtonni demak o'sha qonuniga ko'ra, birinchi qonuniga ko'ra aks ta'sir kuchlari bo'lgani uchun F magnit bilan N ni qiymati teng. Ya'ni aytdim, magnit 18 newton bilan bosilsa devorga, devor 18 newton bilan qaytaradi. Demak, ana buni o'rniga N ni o'rniga 18 yozsam bo'ladi, ha? Chunki bizda F bilan N bir-biriga teng. N F magnitga teng, ya'ni 18 ga teng. Hisoblaymiz endi buni. 0.2 kara 18 qancha bo'ladi? 3.6 newton. Demak, ishqalanish kuchi bu newton, bu birlik o'sha. Bu normal bosim kuchi edi, fizik kattalik edi, bu birlik. Sondan keyin kelsa birlik, songacha kelsa kattalik bo'ladi. N barobar 18 newton. Bunisi normal bosim kuchi, bunisi newton. Tushunamizmi? Songacha kelsa fizik kattalik bo'ladi, sondan keyin kelsa birlik bo'ladi. Shuning uchun alatmanglar ikkalasi ham endi 3.6 newton bu tinchlikdagi ishqalanishning maksimal kuchi, ya'ni 3.6 newtondan katta kuch berilsa, pastga qarab bu sistema harakatga keladi. Endi mg ni hisoblaymiz. Qani mg 3.6 newtondan kattami, kichikmi? Xo'sh, mg ni hisoblaydigan bo'lsak, m kara g. Jism massasi qancha edi? 0.2 ko'paytiraman 10 ga. Qancha chiqadi? 0.2 newton. O'zi 3.6 newton bersa harakatga keladi, lekin men 0.2 newton bilan pastga qarab tortib turibman. Ya'ni yer tortib turibdi-da buni. Harakatga keladimi sistema? Yo'q. Bursokcha harakatga kelmaydi. Bursok harakatga kelmasa, ya'ni yetmaydi, 3.6 newton kam kuch beryapsan. O'sha bergan kuching ishqalanish kuchi bo'ladi. Ya'ni hozir bizning rasmimizda ishqalanish kuchi mg ni o'ziga teng. Sizlar ikkita narsani hisoblaysizlar. Tinchlikdagi ishqalanishning maksimal qiymatini hisoblaysizlar. Mu kara n dan topiladi. Ya'ni shu kuchni yengsang harakat paydo bo'ladi. Keyin harakatga keltiradigan kuch, rasmga qaranglar. Sistema qanaqa yo'nalishda harakatlanishi mumkin? Bitta yo'nalish bor, vertikal pastga tushishi mumkin. Shu vertikal pastga tushiradigan mg kuch tinchlikdagi ishqalanishdan kattami, kichikmi? Kichkina. Demak, 0.2 newton bilan bosib turibman. Harakatga kelmayapti. Nima uchun? Chunki xuddi o'sha 0.2 newtonga teng bo'lgan ishqalanish paydo bo'lib turibdi. To 3.6 newton kuchgacha kelmasam, ishqalanish o'sha kuchni o'zini qaytarib turadi. 3.6 newtondan katta kuch bersa, masalan 3.7 newton bilan tortishni boshlasam, ishqalanish 3.6 newtondan keyin oshib keta olmaydi. Ana bu narsa ishqalanishning eng katta qiymati. Tushunarli? Demak, sizlar birinchi bo'lib ishqalanish kuchi, tinchlikdagi ishqalanishning maksimal qiymatini hisoblaysizlar. Keyin uni harakatga keltiradigan kuch bilan taqqoslaysizlar. Qaysi bir katta bo'lsa, o'sha katta bo'ladi. Bizda do'st qaysi bo'ladi? Javob 0.2. Qaysi kalitda bormi? B kalit. Xo'sh, hozir bizda bu savollarimiz mexanikaga ana endi 7-inchi massasi 1 tonnaga teng bo'lgan kosmik kema yer sirtidan 1700 km balandlikda turibdi. Uning potensial energiyasi nimaga teng? Yerning massasi, yerning radiusini bergan. Xo'sh. Agar bog'langan sanoq sistemasida joylashgan jism bo'lsa, uning potensial energiyasi manfiy ishora bilan olinadi va
Bizda jism massasi 1 tonna, yer massasi bizda 6 o'ng darajasi 24 kilogramm deb berilgan. Buni kilogrammga o'tsak qancha bo'ladi? O'ng darajasi 3 kilogramm bo'ladi. Xo'sh, gravitatsiya doimiysi J 20 taqsim 3 desa bo'ladi 6.67 o'zi. O'ng darajasi -11 Newton metr kvadrat taqsim kilogramm kvadrat. Bu ham asosiy birligida. Xo'sh, orasidagi masofa R 6300 kilometr. Buni metrga o'tadigan bo'lsak 6.3 o'ng darajasi 6 metr. Xo'sh, shuni potensial energiyasini topishimiz kerak. Ha, yer sirtidan 1700 km balandlikda turibdi. H barobar 1700 kilometr balandlik yoki bu ham 1.7 o'ng darajasi 6 metr. Shu jismni potensial energiyasini topishimiz kerak. W potensial. Xo'sh, massaga ega bo'lgan ikkita jismning o'zaro ta'siri potensial energiyasi W potensial barobar J katta M kichkina m taqsim R formulasidan topiladi. Shu formulaga ko'ra hisob kitob qilish kerak. Demak, W potensial barobar demak J 20 taqsim 3 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 1. Endi o'ng darajalar qo'yib chiqaman. O'ng darajasi 24, o'ng darajasi 3, o'ng darajasi 27, o'ng darajasi 27 dan 1 narsam, o'ng darajasi 16. O'ng darajasi 16 bo'lingan 6.3 ga 1.7 ni qo'ysam 8 o'ng darajasi 6. Xo'sh, bu bilan qisqarib ketadi, 2 qoladi. 40 taqsim 8, 48 ga bo'lsak 5. 5 o'ng darajasi 10. Gigada so'ragan, giga qancha edi bizda? O'ng darajasi 9. Bitta nolni bersak 50 gigajoul chiqadi. Yer o'sha kosmik jismni potensial energiyasi bo'lgani uchun o'zaro bog'langan jism potensial energiyasini manfiy ishora bilan olamiz. Agar sistemaning potensial energiyasi desa edi, plus ishora bilan olardik. Hozir bizda -50 gigajoul chiqadi. Bog'langan jism bo'lgani uchun potensial energiyasi manfiy qiymat bilan chiqadi. Xo'sh. Keyingi 8-savol. 8-savolning shartida aytganki, tomonlari A1 metr bo'lgan deformatsiyalanmaydigan muntazam uchburchakli plastinka O nuqtadan o'tuvchi o'q atrofida aylanishi mumkin. Plastinkaning turli nuqtalariga plastinka tekisligiga yetuvchi kuchlar ta'sir etmoqda. F1 2 ildiz osti 3, F2 3 ildiz osti 3, F3 2 newton. Aylanish o'qiga nisbatan umumiy kuch momentini toping degan. Xo'sh, A barobar 1 metr, plastinkaning tomoni 1 metr. Diqqat qilinglar, bu momentga doir misol. Aylanish o'qini bergan, kuchlarni bergan, ta'sir etish qiymatini 2 ildiz osti 3. Bunga doir misol yana keyingi variantlaringizda ham tushadi. F2 barobar ildiz osti 3 newton. F3 esa 2 newton. Sizlardan hozir natijaviy momentni so'ragan. Aylanish o'qiga nisbatan umumiy kuch momentini toping. Natijaviy moment degani rasmda sizlarga berilgan momentlarni algebra yig'indisini topib chiqamiz. Biz asli vektor yig'indi, chunki lekin biz soat strelkasiga bo'ylab, soat strelkasiga qarshi degan kattaliklarni olganimiz uchun keyin ishora o'zi avtomatik paydo bo'ladi. Xo'sh. F3. Ana endi tasavvur qilinglar, sizlarning qo'llaringizda plastinka bor. Plastinkaning tomoni 1 metrdan bo'lgan muntazam uchburchak shaklida. Mana bu O nuqta aylanish o'q. Ana shu atrofida aylanib biladi bu. Aylanib biladi. Yo bu tomonga, yo bu tomonga. Qaysi tomonga aylanadi? Qachonki momenti katta bo'lsa. Birinchi bo'lib qaranglar. Soat strelkasiga qarshi yo'nalishni musbat deb olamiz. Ya'ni agar bu tomonga aylantirsa kuch, o'shani momentini nima deymiz? Musbat deymiz. Soat strelkasiga qarshi aylantiradigan momentni manfiy deymiz. Masalan, faraz qilinglar, faqat F1 kuchni o'zi bo'lsa, qolgan kuchlar bo'lmasa, qanday aylantiradi bu? Soat strelkasiga qarama-qarshi aylantiradi, to'g'rimi? Bunaqasiga aylantirib tashlashga harakat qiladi plastinkani. F2 kuchni o'zi bo'lsa-chi, qolgan kuchlar bo'lmasa, soat strelkasi bo'ylab aylantiradi, to'g'rimi? Mana bu kuch. Bunaqasiga aylantiradi. F3chi soat strelkasi qarshi aylantiradi. Bu ham qarshi aylantiradi, bu ham qarshi aylantiradi. Demak, ikkita soat strelkasiga qarshi aylantiradigan moment bor. F2 bilan F3 ning kuchlari, F1 soat strelkasi bo'ylab aylantiradi. Demak, buni ishorasini manfiy olamiz, bu ikkalasi ishorasini musbat olamiz. Chunki aytdikki, boshdan kelishdik, soat strelkasiga qarshi bo'lsa musbat olamiz deb. Xo'sh, soat strelkasiga qarshi bo'lgani uchun M2 bilan M3 musbat, moment
kuch momenti m bilan belgilanadi. Ayirib tashlaymiz m1 ni. Ana buni biz natijaviy moment deymiz. M natijaviy. Shuni hisoblab chiqamiz. Birinchi bo'lib ikkinchi kuchni momentini hisoblash uchun nima qilamiz? O'zi momentni hisoblash uchun kuch va uning yelkasi kerak. Kuch va uning yelkasi degani kuchga perpendikulyar chiziq. Aylanish o'qidan. Mana aylanish o'qi, ana shundan kuchga perpendikulyar chiziqni o'rtaman. Mana kuchning chizig'i mana shu. F1 kuchni ko'ryapsizlarmi? Ana shu uchburchakning bitta tomonida yotadi. Endi bunga perpendikulyar chiziq tortib ketirsam, mana bu masofa. Bu L1 bo'ladi. L1 birinchi kuchning yelkasi. Mana L1. Ikkinchi kuchning yelkasi mana bu masofa bo'ladi mana. Ana kuchning chizig'i e'tiboringlarni, kuch qo'yilgan chiziq kuchga perpendikulyar aylanish o'qidan, to'g'rimi? Perpendikulyar. Xo'sh, mana bu kuchni chizig'ini davom ettirsam, mana bu masofa mana uchinchi kuchni yelkasi bo'ladi. L3. Bu L1, bu L2. O nuqta aylanish o'qi. Xo'sh, birinchi kuchni momenti degani, ikkinchi kuchni momenti degani F2 kara L2 degani. Uchinchi kuchniki F3 kara L3 degani. Birinchi kuchni momenti F1 kara L1. Shu natijaviy momentga teng. M natijaviy. Biz sizlar bilan F1, F2, F3 kuchlarni bilamiz. Faqat L1, L2, L3 larni topishimiz kerak. Endi bu yerda geometri ishlaydi. Mana bu L1 masalan, L1. To'g'ri burchakli uchburchak deb qaraydigan bo'lsak, xo'sh, mana bu tomon A taqsim 2 ga teng, mana bu burchak 30 gradusga teng. Bu gipotenuza mana bu uchburchakda, mana bu uchburchakda. Mana shu uchburchakda. L1 tomon 30 gradusning qarshisidagi tomon, bu 30 gradusga yopishgan tomon. Demak, tangens alfadan topsam bo'ladi. Tangens 30 gradus barobar L1 taqsim A taqsim 2. A taqsim 2 uchburchak tomonning yarmi. Chunki mana bu balandlik markazdan o'tadigan balandlik. Bu yerda O nuqta o'sha medianalar, bisektrisalar, balandliklar kesishadigan nuqta. Shuning uchun balandlik o'tib ketgan bo'lsa, bu ham mediana, ham bisektrisa bo'ladi. A taqsim 2 bo'ladi. Tangens 30 gradus nechaga teng? Ilzosi 3 taqsim 3 ga teng. Shunda L1 barobar ilzosi 3 taqsim 3 kara A taqsim 2. Ilzosi 3 A taqsim 2 kara 3 bo'ladi, 6 bo'ladi L1. L2. Yana buni bafurcha topishni o'rganamiz keyin sizlar bilan. L2. L2 xuddi shu uchburchakda mana bu, demak, yopishgan katet bu gipotenuza bo'ladi. Mana bu L2 tomon. Mana L2 ni bu tomondan chizaman qaytib. L2. Shunda agar kosinus alfani topadigan bo'lsa, kosinus 30 gradus topadigan bo'lsa, kosinus 30 gradusda mana bu 90 gradus bo'lsa, bu gipotenuza, bu yopishgan katet. A taqsim 2 kara L2 bo'ladi. L2 ni hisoblaydigan bo'lsak, ne chiqadi? Kosinus 30 pastga tushadi, ilzosi 3 taqsim 2 ga teng. Xo'sh. A taqsim 2 ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Ilzosi 3 taqsim 2 bilan 2 qisqarsa A taqsim ilzosi 3 bo'ladi. Endi L3 ana bu tomonga teng. Bu butun uchburchak tomonning yarmi. L3 demak A taqsim 2 ga teng ekan. L3 A taqsim 2 ga teng. Endi F2 ni o'rniga keltiramiz. Aytinglar menga, F2 nechaga teng? Ilzosi 3 ga teng. Berilgandan qarab aytinglar, F2 ilzosi 3 ga teng. L2 nechaga teng chiqdi? A taqsim ilzosi 3 ga teng chiqdi. Xo'sh, A ni o'rniga 1 qo'ysak bo'ladi, 1 taqsim ilzosi 3 bo'ladi. Qo'shilgan F3, uchinchi kuch 2 newton, yelkasi A taqsim 2, 1 taqsim 2, ayrilgan F1 2 ilzosi 3, L1 uning yelkasi ilzosi 3 taqsim 6. Bu A ni o'zi 1 ga teng, ilzosi 3 taqsim 6. Tushunaymi? Endi mana bu kattaligimiz ketadi, 1 qoladi, bu bilan ketadi, 1 qoladi, 2 bo'ldi. 2 ilzosi 3 bu ham 6 ni beradi, to'g'rimi? 2 ilzosi 3 kara ilzosi 3. Ilzosi 3 kara ilzosi 3 3 ni beradi, 2 kara 3 6. Bu ham 1 bo'ladi qisqarib ketsa. Demak, bizada 1 qo'shilgan 1 ayrilgan 1 qoldi. 1 newton kara metrga teng bo'ladi natijaviy, demak, moment. Demak, ana bu yerda bizda bitta xato ketib qolgan. 3-kuchimiz soat yelkasi bo'ylab aylantiradi. Shuning uchun buni ham momenti minus ishora bilan olinadi. Bu yerda mana bu minus bo'ladi. Bu minus bo'ladi. Xo'sh, shunda mana bu qismi ham minus bo'lib ketadi.
Demak, -1 ga teng chiqadi javob. -1. -1 ma'nosi, minusning ma'nosi, demak biz soat selkasi bo'ylabni musbat dedik. Demak, natijaviy moment soat selkasiga qarshi, to есть soat selkasiga qarshi yo'nalishni musbat dedik. Natijaviy moment soat selkasi bo'ylab ekan. Ya'ni o'zi ana shu ko'rib turgan sistemalaringiz soat selkasi bo'ylab qarshi emas, bo'ylab aylanadi. Ana shu 3 ta kuchni qo'yganimizdan keyin natijaviy aylanish soat selkasi bo'ylab bo'ladi. 3 ta kuch soat selkasi bo'ylab aylantiradi. Belgilangan tartibda bo'lsa. Ya'ni qiymatlari bilaman endi. Xo'sh, oxirgi 9-savolimiz. Biz 8 ko'rgandik oxirgi bo'lib. Chala balandligi 2 metr, asosi 5 metr bo'lgan tepalikdan tushadi va tepalik asosi 35 metr gorizontal yo'lni bosib o'tib to'xtaydi. Ishqalanish koeffitsiyentini butun yo'l davomida bir xil deb hisoblab, ishqalanish koeffitsiyentining o'zini hisoblang degan. Xo'sh, balandligi 2 metr. Xo'sh, asosi 5 metr, 2 metr, balandligi 2 metr, keyin yana 35 metr yo'l yurib to'xtaydi. Endi masshtabi sal o'xshamagan bo'lishi mumkin. 35 metr, 5 metr, 2 metr. Xo'sh, xuddi shunaqa masala kelib qolsa, ishqalanish koeffitsiyentini topish uchun sizlar nima qilasizlar? Balandlikka mana bu ikkita tomon yig'indisini qo'shib bo'lasizlar. Balandlikni shu ikkita tomon yig'indisiga bo'lasizlar. 2 bo'lingan 40. 1 taqsim 20 bo'ladi, 0.05. Xo'sh, agar buni isbot kerak bo'lsa, keyin buni isbot bilan shug'ullanamiz. Xo'sh, bu bizada 0.105 dekalit. 10-savol. Yog'och sol har birining hajmi 4, 3, 0.25. Demak, hajmni 4 ta tomonni ko'paytmas qilib bergan. 4, keyin 0.3, keyin 0.25 metr kvadrat. Shu bilan berilgan 12 ta daraxt tanasidan yasalgan. Demak, daraxtlar soni 12 ta. Umumiy hajm shuni ko'paytmas bo'ladi. Ya'ni bu bitta daraxtniki edi, V0 edi. Umumiy hajm demak n kara V0 bo'ladi. V0 ning qiymatini hisoblasak ne chiqadi o'zi bu? 4 bilan 0.25 1 ni beradi, 0.3 ni o'zi bo'ladi. 0.3 ni 12 ga ko'paytiramiz. 0.3 kara 12 3.6. 3.6 metr kub ekan solning hajmi. Sol degani, xo'sh, masalan, taxtadan yasaladigan nimacha? Qayiqchaga o'xshaydi. Endi bu 4 burchak bo'ladi. Mana bunday taxtalarni qator qilib terib chiqadilar-yu, gorizontal qo'yib sol yasaydilar. Ustiga misol uchun odam chiqib harakatlanishi mumkin suvning ustida mana. Shunaqadan 12 ta daraxtdan yasalgan ekan bu. 12 ta daraxtni unaqasidan. Yog'ochning zichligi 700. Nima uchun zichligi suvnikidan kichkina modda tanlanadi? Chunki ko'tarish kuchi hosil bo'lishi uchun. Ko'tarish kuchi nima hisobiga paydo bo'ladi? Og'irlik kuchi kichkina, arximet kuchi katta. To есть, to'la botganda arximet kuchi juda katta bo'ladi. Bu sol bilan daryo orqali vazni 10 kilonewton bo'lgan avtomobilni olib o'tish kerak. Odam emas, avtomobilni olib o'tish kerak ekan. 10 kilonewton avtomobilni olib o'tish kerak. Solni ko'tarish qobiliyati F sol hamda P ni taqqoslang degan. P bu ana bu avtomobilning vazni. Solni ko'tarish qobiliyati F sol hamda P ni taqqoslashimiz kerak. Xo'sh. Bu sol bilan daryo orqali vazn shuncha bo'lgan avtomobilni olib o'tish kerak. Solni ko'tarish qobiliyati bilan P ni solishtiring degan. Xo'sh. Solni ko'tarish kuchi katta bo'lsa, avtomobilni olib o'tib bo'ladi daryodan, bo'lmasa olib o'ta olmaydi. Xo'sh, bizada sol deylik gorizontal mana shunday joylashgan bo'lsa, 12 ta daraxt yasalgan. Agar bu to'la suvga botsa, sol to'la suvga botsa, xo'sh, nima bo'ladi? Sol to'la suvga botsa, arximet kuchi maksimal bo'ladi. Arximet kuchi maksimal bo'ladi. Mana F arximet. Og'irlik kuchi arximet kuchidan kichikroq bo'ladi. mg. Nima uchun? Chunki qaranglar, masalan, yuqoriga 10 newton ko'tarsin, pastga 7 newton tortsin. O'sha 3 newton solni ko'tarish kuchi bo'ladi. Ya'ni 3 newton kuch qo'ysalaringiz qo'shimcha. Mana bu kuch bilan bu kuch tenglashadi. Ana shu solni ko'tarish kuchi bo'ladi. F sol. Demak, mg bilan solni ko'tarish kuchining yig'indisi arximet kuchiga teng bo'lishi kerak. Yuqoriga bitta kuch yo'nalgan, to'g'rimi? Mana bu kuch, pastga mana bu ikkita kuch yo'nalgan. Buni o'zi bu ikkalasining yig'indisiga teng. Demak, F arximet barobar mg plus F sol yoki mg plus F sol barobar F arximetga. Xo'sh, bundan F solni topsak nimaga teng chiqadi? F arximet ayrilgan mg ga teng chiqadi. Arximet kuchi kimdir yoddan chiqib ketgan bo'lsa aytaman, suyuqlik zichligi, jism hajmi
hamda jni ko'paytmasiga teng. Rho suyuqlik Vj. Massani esa rho jism Vj deymiz. Arximed kuchi, demak rho suyuqlik V kara J, og'irlik kuchi rho jism V kara J. V kara Jni chiqarib olamiz. Shunda bizda F sol barobar qo'sh V kara J rho suyuqlik ayrilgan rho jism. V ni o'zi 3/6 ga teng chiqqandi. 3/6 ko'paytirilgan 10. Yana buni ko'paytiramiz nechiga? Suvni zichligi jism zichligini ayirib tashlaymiz. Jism yog'ochdan yasalgan zichligi 700, suvni zichligi 1000. 1000 dan 700 ni yasak nechi? 300. Endi ko'paytiringlar shuni. 36 ni 300 ga ko'paytiringlar. 1080. 1080 newton chiqadi. Agar buni kilonewtonga o'tadigan bo'lsak, 10,8 newton chiqadi. 10,8 kilonewton chiqadi. Avtomobil qancha edi vazni? 10 kilonewton edi. Sol qanchani ko'tarib biladi? 10,8 ni ko'tarib biladi. Qaysi biri katta? Solni ko'tarish kuchi avtomobil vaznidan katta-da. 10 kilonewtonlik jism joylashtirish kerak. Bu 10,8 kilonewtongacha ko'tarib bilar ekan o'zi. Xo'sh. 11-savol. 11-savol. Demak, masala sharti aytganki, agar absolyut temperatura 8 marta ortsa, ideal gaz molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi necha marta ortadi degan. O'rtacha kvadratik tezlikni qo'yish biz aytishimiz mumkin. V barobar 3RT taqsim molyar massa deb. Bu formulada agar gaz qaysi gaz ekanligi ma'lum bo'lsa, molyar massa doimiy, R doimiy bo'ladi. Shunda faqat T ga bog'liq bo'lib qoladi. V ildizosi T ga bog'liq bo'lib qoladi. Endi 8 marta ortgani uchun ildizosi 8 marta ortadi. Ildizosi 8 taxminan qancha? Ildizosi 8 nechiga teng bizda? 2 ildizosi 2 ga teng. Taxmiy qiymatini bermagan, 2 ildizosi 2 marta ortadi. Ildizosi 8 degani ortadi. Demak, qaranglar. Bu to'g'ri proporsional, ildiziga to'g'ri proporsional. Ildiziga to'g'ri proporsional tarzda ortadi. Masalan, 4 marta ortsa, bu 2 marta ortadi. 16 marta ortsa temperatura, tezlik 4 marta ortadi. 16 dan ildiz olasan-da. Tushundingmi? Ideal gaz molekullarining tezligi temperaturaning ildiziga proporsional bo'ladi. Ortsa ortadi, kamaysa kamayadi. Bu yerda ortadi ekan. Xo'sh, bu B kalit. Endi 12-savol. 12-savolda aytgan, o'txonadan mo'riga kiradigan gazlar 1150 gradus Selsiydan 200 gradusga soviydi. Ularning hajmi necha marta kamayadi? Izoxorik jarayon bo'ladi. Bu izoxorik jarayonda men sizlarga aytaman. Izoxorik emas. Izobarik jarayon ekan bu yerda. Ularning hajmi necha marta kamayadi? O'txonaga kiradigan temperatura qancha? T1. 1150 gradus Selsiy. Gradus Selsiydan Kelvinga o'tishni nima qilardik? 273 ni qo'shar edik. Qo'shamiz. Gradus Selsiy bo'lsa, Kelvinga o'tishni qo'shamiz. 1150 ga 273 ni qo'shsak qancha bo'ladi? Aytinglar, qo'shib javobini. Ha? 1430. 1430 Kelvin. Endi keyingi temperatura, chiqib ketadigan temperatura 200 gradus Selsiy. Buni Kelvinga o'tsa qancha bo'ladi? 473 Kelvin. Kelvinga o'tishi 273 ni qo'shamiz. Endi buni bilmasalaringiz uyat. Hajmi necha marta kamayadi degan? Demak, V1 ni V2 ga nisbatini so'ragan. Boshdagi hajm katta bo'lar ekan. Izobarik jarayonga ko'ra V1 taqsim T1, V2 taqsim T2 ga teng. Agar bundan V1 taqsim V2 nisbat topsalaringiz, bizga kerakli bo'lgan nisbat topsak, qaranglar, V2 bu tomonga, T1 bu tomonga o'tadi. V1 bo'lingan V2, T1 bo'lingan T2 ga teng. Demak, V1 taqsim V2 barobar T1 qancha? 1430 bo'lingan T2 473. 1430 ni 473 ga bo'lasizlar. 1403 bo'ladi, ha? 1403. 23. Shu hisoblab aytinglar dedim men sizlarga. 273. 1423 ekan. 1423. 1423 ni bo'lamiz 473 ga.
Xo'sh, bo'lamiz 473 ga. Taxriban 3 chiqadi bu. Taxriban 3. 3 marta hajm kamayar ekan. 3 degan javob bor. Xo'sh, endi bu yoqdagi savollar molekulyar fizikaga o'tib ketdi. Xo'sh, 13-chi savol. 300 kilopaskal bosim ostida turgan gaz harorati izobarik ravishda 3 marta orttirilgan. Agar gaz 18 kilojul ish bajargan bo'lsa, gazning dastlabki hajmini toping degan. Xo'sh, izobarik jarayonda bajarilgan ishni formulasi A barobar P kara V2 ayrilgan V1. Agar gaz musbat ish bajargan bo'lsa, bu yerda A bajarilgan ish, P bosim, V hajm. Xo'sh, 3 marta ortgan hajm, dastlabki hajm toping degan. V2 3 ta V1 ga teng. Masala sharti V1 ni so'ragan. A ni o'rniga 18 kilojolni keltiramiz. 18 kilojol. Kilo nechi? 10 darajasi 3. Demak, A barobar P 300 kilopaskal. 300 kara 10 darajasi 3 paskal. Kara V2 minus V1. V2 ni o'rniga mana 3 ta V1 ni keltirsam, 3 ta V1 minus V1. Xo'sh, 10 darajasi 3 da ketadi. 10 darajasi 3 da ketadi. 18 ni 300 ga bo'lsam necha chiqadi? 6 taqsim 100, shundaymi? 6 taqsim 100 barobar 2 ta V1 ga. V1 topadigan bo'lsak, 3 taqsim 100 qoladi. Bu 0.03 degani. Bu metr kubda. Endi buni litrga o'tsak, mingga ko'paytiramiz. 0.100 dan mingga ko'paytirsak 30 litr. Gazning dastlabki hajmi 30 litr bo'lgan deyiladi. 14. Solishtirma issiqlik sig'imi 450 bo'lgan ikkita bir xil sharchalar bir-biriga 40 metr sekund va 20 metr sekund tezlik bilan harakatlanmoqda. Ularning o'zaro noelastik to'qnashuvida necha gradusga qiziydi? Noelastik to'qnashuvdan keyin bor energiyani ma'lum bir qismi qizishga ketadi. Dastlab bir-biriga qarab kelayotgan ikkita sharcha M1 V1 M2 V2. Shu sistemada kinetik energiya bo'ladi. Keyin bular to'qnashgandan keyin noelastik to'qnashadi. Bir tomonga qarab ketadi. Qaysi tomonga qarab ketadi desa, hozir ikkovini ham massasi bir xil bo'lgani uchun, bu ham m massa bo'lgani uchun, kelinglar M1 M2 demayman, bu ham m massa, bu ham m massa. Ikkalasi ham m massa bo'lgani uchun tezligi katta tomonga qarab ketib qoladi bular to'qnashgandan keyin bitta jism bo'lib. Xo'sh, 40 u 20 ekan. Mana buning tezligi 40. Shu tomonga qarab ketib qoladi. To'qnashuvdan keyin ikkalasi bitta 2m massali katta sharchaday bo'lib, qandaydir u tezlik bilan shu tomonga qarab ketib qoladi. O'z mana bu ko'rib turgan holatlaringizda sistemaning to'la energiyasi, birinchisini kinetik energiyani topish uchun mv kvadrat taqsim 2 formuladan foydalanasiz. M massa, v tezlik, mv kvadrat taqsim 2 kinetik energiyani beradi. Qo'shamiz m v2 kvadrat taqsim 2. Mana bu sistemaning to'la energiyasi. W kinetik. To'qnashuvdan keyingi W kinetik topish uchun sistemaning umumiy massasi qancha? 2m, olgan tezligi u. U ni kvadrat taqsim 2. Endi u ni qanday topamiz? U ni topish uchun impuls saqlash qonunidan foydalanamiz. Endi undan tashqari maslaga aytib qo'yay. To'qnashuvdan oldin kinetik energiyalarni qo'shsam, to'qnashuvdan keyin kinetik energiyalarni qo'shsam, ana bu energiya kattaroq chiqadi. Qolgan energiya nima ketgan bo'ladi shunda? Qizishga ketgan bo'ladi. O'zi bu energiyalar farqini topamiz. Birinchi bo'lib u ni topib olamiz. U ni topib olish uchun bir-biriga qarab kelayotgan jismlarning impulslarini ayiramiz. M1 V1 minus M2 V2 taqsim umumiy massaga bo'lamiz. 2m ga bo'lamiz. Xo'sh, m lar qisqarib ketadi. V1 minus V2 taqsim 2. V1 40 ga teng, V2 20 ga teng. 40 dan 20 ni ayirsak 20, 20 ni 2 bo'lsak 10. 10 metr taqsim sekund. Endi hisoblaymiz. M taqsim 2 ni chiqarib olsam bu qolsa nimaga teng chiqadi? M taqsim 2 ni chiqarsam 40 ni kvadrati plus 20 ni kvadrati. Qancha bo'ladi? 1600 ga 400. 2000. 2000 yana 2 ga bo'lsam 1000. 1000 m. 1000 m. M 1 kilogramm bo'lsa, masalan 1000 joule chiqardi. Endi bunda tezlik 10 bo'lgan, ikkalasi to'qnashib 10 tezlikni olgan. 2 bilan 2 qisqarsa m kara 10 ni kvadrati 100. 100 m. Qancha farq qilyapti bu energiyalar? 900 m ga farq qilyapti. W barobar demak 900 m. Ikkita energiyaning farqi 900 m. Shu energiya qizishga ketgan. Qizish uchun Sm delta T energiya ketadi. Shu energiyani tenglashtirasizlar, S kara umumiy massa ikkalasi ham qizigan bu yerda. M plus M kara delta T. Mana.
Sm delta T, Sm delta T qizish uchun ketadigan energiya. S bu yerda solishtirma issiqlik sig'imi, M massa, delta T temperatura o'zgarishi. Bizdan shu yerda delta T ni so'ragan. Ana bu 2m bo'ladi. Xo'sh. M lari qisqarib ketsa buni 900 barobar solishtirma issiqligini 450 degan, 450 kare 200 kare delta T. 450 kare 2. 900 900 900 qarsa 1 chiqadi. Demak delta T barobar 1 ga. 1 gradusga qizish ekan. 1 kelvinga yoki 1 gradus Selsiyaga. Delta T'da farq yo'q. Xo'sh. 15-savol. Massasi 250 kg bo'lgan temir erish temperaturasigacha qizirilgan bo'lsa, temir butunlay erib ketishi uchun unga qancha issiqlik miqdori berish kerak? Temirni erish temperaturasi 1539 gradus. Bu ma'lumot, oxirgi ma'lumot bizga kerak emas. Temir uchun solishtirma erish issiqligi 27 bu kerak. Xo'sh. Demak, 15-misolda massa bilan solishtirma erish issiqligini bergan bo'lsa bo'ldi. Birinchi qaranglar, erish prosesi qanday bo'ladi? Masalan, temirni birdaniga eritib bo'lmaydi. Temirni olib kelib shunday gazni yo'q erita olmaysiz. Temir birinchi qiziydi. Qachongacha? Erish haroratiga kelgangacha. Masalan, oddiy muz ham juda yaxlab ketgan muz bo'lsa, birdaniga uni erita olmaysizlar. Masalan, -10 gradusli muzni sizlar eritishlari uchun uni oldin 0 gradusgacha, ya'ni erish haroratigacha keltirasizlar. 0 gradusli muz paydo bo'ladi, keyin 0 gradusli muzdan 0 gradusli suv qilsa bo'ladi, ya'ni uni eritib. Temir ham xuddi shunday oldin qiziydi. 1539 gradusga chiqqanidan keyin temirni eritish mumkin. Bu o'sha haroratdagi temir ekan. 1539 gradus haroratdagi temir ekan. Endi bu temirni eritish kerak. Temirni eritish uchun ketadigan issiqlik miqdori quvun topish uchun nima qilasiz desa, temirni massasini solishtirma erish issiqlikka ko'paytirasiz. Solishtirma erish issiqligi yo'qotish issiqligini lambda deb olamiz. Lambda kara m bo'ladi. M bu yerda massa, lambdan orqasida aytib qo'ygan. Temir uchun solishtirma erish issiqligi 27-4 deb qo'ygan. Xo'sh, M temir qancha? 250 kg. Ko'paytiramiz buni lambdaga 27-4 ga hisoblaymiz. 250 ni 27-4 ko'paytiramiz. 6750. Agar kilojolda megajolda so'ragan ekan bu. Xo'sh, 6750 bo'ladi-yu, yana 10-4 ham bo'ladi. Shundaymi? 2 ta 0 bu yerdan surib bersam 67,5 megajol bo'ladi. Mega degani 10-6. 10-6. Ana 10-4 bo'ladi, 2 ta qo'shilib 6 bo'ldi. Nuqtaviy zaryadning elektr maydon kuchlanganligi 49 marta kamayadigan masofada uning potensiali qanday o'zgaradi? Nuqtaviy maydonning elektr maydoni Y bilan belgilanadi. Nuqtaviy maydonning potensiali phi harfi bilan belgilanadi. 49 marta kamayish kerak. Ya'ni ikkinchi holatdagi maydon birinchi holatdagi maydondan 49 marta mayda. Bunda endi potensial qanday o'zgargan deyapti. Ikkinchi potensial birinchi potensialga qanday bog'langan? Phi 2 qanday bog'langan? Phi 1 ga. Shuni topishimiz kerak. Necha marta kamaygan topishimiz kerak. Yo'llaringizdan chiqmasin. Agar elektr maydon potensialini elektr maydon kuchlanganliklarini o'zaro nisbat oladigan bo'lsa, keling nima masala shartini sal boshqacha tuzib olay. Aytayki, boshida maydon katta bo'lgan 49 marta Y1 Y2 dan 49 marta katta. Kelinglar bizdan phi 1 taqsim phi 2 ni so'ragan bo'lsin. Phi 1 taqsim phi 2 ni so'ragan bo'lsin. Yo'llaringizdan chiqmasin. Agar ikkita elektr maydon kuchlanganliklarini bitta zaryad hosil qilgan maydoni, bitta zaryad atrofida elektr maydon hosil qiladi. Shu uzoqlashib ketaversak o'zgaradi, masofaga bog'liq. Bu degani birinchi maydonni ikkinchi maydonga nisbati, ikkinchi maydonning masofasini birinchi maydonga nisbatini kvadratiga teng. Endi potensial esa kvadrati marta emas, birinchi darajasi marta bo'ladi bu. Teskari nisbat aytaverasizlarmi? Mana phi 1 bilan r2, phi 1 bilan r1 ni ko'paytmasi teng. Buni ko'paytirganlarda teng chiqishi kerak. Yoki demak elektr maydonlarning nisbati masofalar nisbatining teskarisi, potensiallar nisbati masofalar nisbatining teskarisi. Buni o'rniga 49 qo'yaman, buni o'rniga x qo'yaman. Men qidirayotgan narsa x bo'lsin. X ni qidiryapmiz, faraz qilinglar. Xo'sh, 49 taqsim x bo'ladi. Bu 49, bu r2 taqsim r1 ning kvadrati. Shunda r2 taqsim r1 topsam nimaga teng chiqadi? Ikki tomonni ildiz olaman, to'g'rimi? Bu tomondan ham kvadrat ildiz olaman, bu tomondan ham kvadrat ildiz olaman. Kvadrat ildizlar qisqarib ketsa, ildiz 49 nechiga teng? 7 ga teng. Xo'sh. Ana shuni o'zi nimaga teng?
Endi 7 ga shu o'rtani shunday yopsam, fi 1 taqsim fi 2 nimaga teng chiqadi? 7 ga teng chiqadi. Fi 1 taqsim fi 2 barobar 7. Agar bundan fi 2 ni topsam nimaga teng chiqadi? Fi 1 bo'lingan 7. Nima degani? Oldingi potensialdan 7 marta kamaygan. Mahraj turibdi-ku. Fi 1 ni 7 ga bo'lyapman. Masalan, fi 1 14 chiqsa, fi 2 necha chiqadi? 2. Qaysi bir katta? Fi 1 katta. Chunki 7 marta kichrayib chiqibdi. 7 marta kamayadi. B kalit. Qani o'zgarganligini ham topdik. 17-savol. Kondensatorlarni ulashga doir. Bir ikkitamiz uchun bu mavzu yangilik. Qolganlar bemalol ishlab biladi. Qarab turamiz, qanday ulashni aytib ketaman. Xo'sh, rasmdagi sxemada bizda jami nechta kondensator bor? Bu tomonda 2S bor. Bu tomonda 3S bor. Bu tomonda 2S bor. Bu tomonda 3S bor. Bu 6S. Bu 4S. Bu chiqib ketishi, bu kirishi. Umumiy sig'imni so'ragan, sxemani umumiy sig'imini toping degan. Birinchi, ikkinchi kondensatorlar deb nomlab chiqamiz. Masalan, bu kondensatorimiz birinchi kondensator, bu kondensatorimiz 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6. 6 ta kondensatorimiz bor bizda. Xo'sh, ana endi kondensatordagi potensiallar farqini, tushuvini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda fi A potensial kiradi. Mana bu yerda ham fi A potensial bo'ladi. Mana bu yerdagi potensial fi B, fi 1. Mana bu yerdagi potensial fi B. Mana bu yerdagi potensial deylik fi 2 bo'lsin. Ana endi birinchi hamda ikkinchi kondensatorlarimizdagi potensiallar farqi fi A, fi 1, ikkalasi bir-biriga parallel. Bu yerdagi potensiallar farqi ham fi A, fi 2, bu ikkalasi ham bir-biriga parallel. Keyin bu parallelga bu ketma-ket, bu parallelga bu ketma-ket. Sxema mana bunday bo'ladi. Sodda ko'rinishi 1 bilan 2 o'zaro parallel. Bularga 3 ketma-ket. 5 bilan 6 o'zaro parallel. Xo'sh. Bularga 4 ketma-ket. Mana. Xo'sh, bu 2S, 2S. Bu 3S, bu 3S. Bu 4S, bu 4S. Ana bu kirish qismi A, bu chiqish qismi B. Xo'sh, ikkita parallel, ikkita bir xil parallel bo'lsa, 2S, 2S bo'lsa, umumiy sig'im ikkovining yig'indisi bo'ladi. 2S ga 2S ni qo'shasizlar, 4S bo'ladi. Parallel ikkita bir xil bo'lsa, qo'shasizlar. 4S chiqadi. Ana bu 4S. Endi 4S, 4S ketma-ket bo'ladi. Ikkita bir xil kondensator ketma-ket bo'lsa, 2 ga bo'lasizlar. Qancha bo'ladi shu? 2S bo'ladi ana shu sxemani. Nimasi? Sig'imi. 3S, 3S, ikkita bir xil parallel. 6S, 6, to'g'ri bu 6 bo'lsa, ana bu ham 6 edi. 6S, 6S, ikkita bir xil ketma-ket, yarmi bo'ladi keyin, 3S bo'ladi. Demak, bu sxemani eng sodda ko'rinishi xuddiki bizda tepada bitta 2S bor, pastda bitta 3S bor. 2S bor, 3S bor. Endi nima qilaman desa, agar ikkita har xil bo'lsa, 2S 2S emas, oldingiga o'xshab. Bittasi 2S, bittasi 3S. Nima bo'ladi desa, umumiy sig'im qo'shiladi, ikkovining yig'indisi bo'ladi. Qancha bo'ladi shunda S umumiy? 5S bo'ladi. Bu bilan buni qo'shasizlar. Parallel bo'lsa, endi tushib qolsa o'sha payt ko'ramiz. Xo'sh, o'tkazishning uzunligi 800 metr, undagi tok kuchi 40 amper. Barcha erkin elektronlarning umumiy impulsini toping. Eslarga bo'lsa, bunga o'xshash misol ishlagandik. Elektrni xuddi shu variantda elektr tahlil qilganimizda qanaqa savol chiqqandi bizda? Shunda qanaqa formula chiqqandi? Impuls topish uchun M taqsim Y I L chiqqandi. To'g'rimi? Barcha elektronlarning impulsi. Biz ana formuladan ketgandik. Tok kuchi barobar N Y kara V ko'paytirilgan S. Xo'sh. Keyin P ni o'zini topish uchun massani bitta elektron emas, endi hamma elektronlarning massasini ko'paytiramiz M kara tezlikka. Ikkalasini nisbatli bo'lsak, tezliklar ketadi. Masalan, P ni I ga bo'lib yuborsak,
Xo'sh, V bilan V ketadi. Hajm tepaga chiqadi. S ketadi. Shunda bizada M taqsim Y kara L qoladi. Bundan P ni topsak M taqsim Y L kara I bo'ladi mana. Ana shu berilgan M taqsim Y 57 o'ng darajasi minus 12 ni 800 ga keyin 40 ga ko'paytirasizlar. Javobini aytinglar. 800 qara 40 5,7 kara o'ng darajasi minus 12. Endi buni 5,7 ga ko'paytir. 32 kara 5,7 qil. 5,7. Nechi? 182 butun 182,4. Ana endi o'ng darajasi 3 ta ketsa o'ng darajasi 9 bo'ladi. O'ng darajasi minus 9 ga ikkita qo'shsa o'ng darajasi minus 7. 1,8 o'ng darajasi minus 7. 1,8 o'ng darajasida minus 7 chiqadi. Hisob kitob qilib ko'rasizlar, A kaliti chiqadi. Xo'sh. 19. 19. Bu yo'q elektrga doir misol ekan. Diqqat qilinglar. 19 kuchlanishi 120 volt bo'lgan. Kuchlanishi 120 volt bo'lgan tok manbaiga qarshiligi 5 kilo ohm rezistor va voltmetr ketma-ket ulanganda 80 voltni ko'rsatgan. Agar bu rezistor boshqa bir rezistor bilan almashtirilganda voltmetr 50 voltni ko'rsatsa, ikkinchi rezistorning qarshiligini toping degan. Xo'sh, 120 voltlik tok manbaiga qarshiligi 5 kilo ohm bo'lgan rezistor va voltmetr ketma-ket ulangan. Xo'sh. Demak, qarshilik hamda voltmetr ketma-ket ulangan bitta tok manbaiga. Bu 5 kilo ohm. 5 kilo omega. Bu R voltmetr. Keyin shunda voltmetr 80 ni ko'rsatgan. Bu jami 120 voltni bersa, bu 80 voltni ko'rsatayotgan bo'lsa, qolgan 40 volt kimdan o'tgan? Ikkinchi rezistordan o'tgan. Chunki agar ketma-ket ulasak, kuchlanishni taqsimlab oladi bular. 80 tasini bo'lgan bo'lsa, 40 tasini bo'lgan. Xo'sh, ikkinchi marta boshqa rezistor ulagan biza. Ikkinchi marta boshqa rezistor ulagan biza 50 voltni olgan voltmetr. Xo'sh. Qandaydir R rezistor uladik. Voltmetr qarshiligi o'zgarmaydi. Faqat boshqa rezistor ulagani uchun 120 voltni 50 voltini bo'ladi. Qancha qoladi bu yerda? 70 voltmi? 70 voltini bo'ladi. Endi birinchi holatda qaranglar. Ikkalasidagi tok kuchi teng. I rezistor bilan I voltmetr teng. Tok kuchi degani kuchlanishni volt bilan bergan kattalik bor-ku, qarshilikka nisbatan qarshilikning birligi ohm. Voltni o'sha qarshilikka bo'lamiz. Demak, buni 40 kuchlanishi qarshiligi 5. Kelinglar, men buni kilo ohmda saqlab qo'yaman, chiqadigan javobim kilo ohmda chiqadi. Ikkinchisiniki bunga tushadigan 80 taqsim R voltmetr. Bitta tenglama bo'ldi. Ikkalasidagi tokni tenglashtirdim. Rezistordagi tok, voltmetrdagi tok. Endi bunda ham rezistordagi tok 70 bo'lingan R, voltmetrdagi tok 50 bo'lingan R voltmetr. Ana shu tenglamalar sistemasini ishlash kerak. Ikkalasini hadma-had bo'lib yuborsam chiqadi. Qaranglar. 40 bo'lingan 5 ni bo'laman 70 taqsim R ga, 80 bo'lingan R voltmetrni bo'laman 50 bo'lingan R voltmetrga. 40 taqsim 5 ko'paytirilgan R taqsim 70, 80 taqsim R voltmetr ko'paytirilgan R voltmetr taqsim 50. R voltmetrlar ketadi. Xo'sh. Bu bilan bu ketadi, 8 qoladi. O'ngga qisqarsa bunday qoladi. 8R taqsim 7 barobar 80 taqsim 5. Bu bilan ketsa 10 bilan 2 qisqarsa 2 7 kare 2 bo'ladi javob. 14 kilo ohm. Chunki birinchi voltmetrning birligi kilo ohmda edi, uni o'zgartirmagandik. Xo'sh, A kalit. Xo'sh, 20-savol. 20 qaraymiz. E yukasi 6 volt. Ana bu EYK yozgani EYK elektr yurituvchi kuch.
Birinchisiniki 6 volt. Qisqatda shu toki I1 3 amper. İkincisinde I yukası 8 volt. Qisqatda shu toki 4 amper. Manbalar bir xil qutublari bilan mos qilib parallellandi va ularga qarshiligi 6 ohm bo'lgan rezistor ulandi. Shu rezistorning uchlaridagi kuchlanish so'ragan U, R. Xo'sh, ikkita tok manbai o'zaro parallel qilib ulandi. Mana. Epsilon 1, epsilon 2 keyin qarshilikka ulandi. Shu qarshilikdagi kuchlanish topish kerak. Qarshilikdagi kuchlanish topish uchun xo'sh, tok kuchini qarshilikka ko'paytirsak bo'ladimi? I ni topamiz. Xo'sh, keyin qarshilikka ko'paytiramiz. U barobar U R barobar I kara R. I bu yerdagi to'la zanjirdagi tok kuchi, to'la zanjirdagi tok kuchini topish uchun xo'sh, umumiy E yukani umumiy ichki qarshilikka bo'lishimiz kerak. Umumiy qarshilikka bo'lishimiz kerak. Umumiy qarshilik degani mana buni ichki qarshiligi bilan buni ichi o'zida ham qarshilik bo'ladi. Keyin R rezistorning o'zida ham qarshilik bo'ladi. R demak elektr qarshiligi degan kattalik bizda. Umumiy E yukani topish uchun alohida demak qisqatda shu toklarni qo'shib umumiy qarshilikka ko'paytirishimiz kerak. Umumiy qarshilik ketma-ket ulangan, parallel ulanganda ikkita qarshilik o'zaro parallel ulansa, ularning umumiy qarshiligi ko'paytmas taqsim yig'indisi bo'ladi. Buni bergan 3, buni bergan 4, 7 bo'ladi. Endi R1 ni topish uchun R1 ni o'zini topish uchun epsilon 1 ni R1 ga I1 ga bo'lasizlar. R2 ni topish uchun epsilon 2 ni R2 ga bo'lasizlar. Xo'sh, buni bunday deb yozsak, to'g'ri shunday yozsak bo'lardi. R1 kara R2 taqsim R1 plus R2. Alohida hisoblab turamiz. Epsilon 1 6, 6 ni 3 ga bo'lsak nechi? 2. R2 ni topish uchun epsilon 2 ni R2 ga bo'lishlariz kerak. I2 ga bo'lishlariz kerak. Epsilon 2 ikkinchisining elektr yurituvchi kuchi 8, 8 ni 4 ga bo'lasizlar. Bu ham 2. Xo'sh, bu 7, 2 kara 2 bo'lingan 2 qo'shilgan 2. Ketadimi bular qisqarib? 7 ni o'zi chiqadi. Demak, umumiy E yuka 7. Umumiy E yuka 7. Buni qarshiligi qancha? 6. Xo'sh, R umumiy ichki qarshilik, umumiy ichki qarshilik ana buni hisoblagandik 1 chiqqan edi. Mana 1. Qo'ysak 1 amper chiqadi. Tarmoqdagi umumiy tok kuchi 1 amper. Endi shu 1 amperni ko'paytiramiz R ga. R 6 ga teng. 6 volt. Qaysi kalit? A kalit. Demak, parallel ulanganda umumiy E yukani R plus kichkina R umumiyga bo'lish kerak. Parallel ulangani uchun ikkita qarshilik ko'paytmas taqsim yig'indisi bilan topiladi. Xo'sh, 21. Toza metal o'tkazishning qarshiligi R, temperaturasi T. Temperatura delta T ga o'zgarsa, qarshilik qanchaga ortadi? Qarshilikning qiymati absolyut temperaturaga bog'liq va proporsional. Qarshilikning qiymati absolyut temperaturaga bog'liq va proporsional degani, demak, R alfa T qonuniyati bo'yicha o'zgaradi. Ya'ni R 0 dan 0 deb bergan bu yerda, kuchlanishning qiymati o'zgarmasligi bo'ling. Xo'sh, R T bo'lganda R bo'lgan, keyin delta T ga ortganda qandaydir R X bo'lgan, o'sha R X so'ragan, R X barobar alfa kara temperatura delta T ga ortgan. Mana. Xo'sh, buni ochib chiqamiz endi. R X barobar alfa kara T plus alfa kara delta T. Bundan ana bu alfa kara T bizada R ni beradi. Ana bu yerdan alfani o'zini keltirib topib qo'ysak, R taqsim T bo'ladi. R taqsim T ni keltirib qo'yamiz. Demak, R X barobar R qo'shilgan R taqsim T yu delta T. Delta T ni kichik bo'lsa ham bo'ladi. Xo'sh. Ana endi temperatura delta T ga o'zgarsa, qarshilik qanchaga o'zgaradi? Qarshilik qanchaga o'zgaradi degan ekan, Rx minus R ni so'ragan. Rx minus R ni topadigan bo'lsak, bu tomonga arsh bo'lib o'tadi.
R delta T taqsim T. R delta T taqsim T. Delta T taqsim R kare T turibdi B kare. Xo'sh, 22. Induktivligi 60 milligenri, L demak 60 milligenri bo'lgan g'altakdan o'tayotgan tok kuchining o'zgarish tezligi qanday bo'ladi? Induksiyasi E yukasi epsilon barobar xo'sh 0,6 volt. Formulasi qanday bo'ladi buni? Tok kuchining o'zgarishi degani tokni vaqtga nisbatini so'ragan. Buni mana bunaqa formulasi bor edi. Epsilon barobar yodlardan chiqmasin. Minus L kara I taqsim T. Bu yerda minus ishorasi qarama-qarshi yo'nalishda ekanligini bildiradi. Bizda modul bilan bersa minus hisobga olmasalar ham bo'ladi mana. I delta T ni topsalaringiz L bu tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. Epsilon bo'lingan L barobar I bo'lingan T. Bizga kerakli kattalik I taqsim T, shuni epsilon taqsim L desak bo'ladi. Epsilon 0,6 L 0,06 bo'ladi. Milli degani mingga bo'l degani 60 ni. Demak 0,6 ni bo'lamiz 0,06 ga. Qancha chiqadi? 10 chiqadi-da. I taqsim T 10. Tok kuchining o'zgarishi tokni vaqtga nisbati degani 10 D kalit. Xo'sh. Ana endi 23-misol. Magnit maydondagi induksiyasi X o'qi bo'ylab yo'nalgan. Magnit maydon induksiyasi X o'qi bo'ylab yo'nalgan. Lorentz kuchi Y o'qi bo'ylab yo'nalgan. Elektronning tezligi qanday yo'nalgan? Bu yerda chap qo'l qoidasidan foydalanamiz, lekin elektron degani uchun o'ng qo'l qoidasidan foydalanamiz. Xo'sh. Magnit maydon induksiyasi X o'qi bo'ylab yo'nalgan deylik. Bizda mana X, Y, Z koordinat yo'qlari quyidagicha berilgan bo'lsin. Bu X bo'lsin, bu Y bo'lsin, bu Z bo'lsin. Uchta perpendikulyar chiziq xonani ana burchakka o'xshaydi. Xo'sh, bunda magnit induksiya vektori X o'qi bo'ylab yo'nalgan. B mana shu tomonga qarab ketyapti. Xo'sh. Lorentz kuchi Y o'qi bo'ylab yo'nalgan. F Lorentz mana bu tomonga yo'nalgan. F Lorentz. F Lorentz. Endi aytayaptiki, elektron qaysi tomonga qarab ketyapti? V ni so'ragan. Elektron Z o'qi bo'ylab ketadi. Chunki X, Y o'qlari zaynit. Bular uchta perpendikulyar bo'ladi. B Lorentz kuchi hamda elektronning tezlik vektorlari o'zaro perpendikulyar yo'nalgan bo'ladi. Perpendikulyar degani xonani mana bu tomoni tezlik, bu tomoni induksiya, bu tomoni Lorentz kuchini bildirsa, uchalasi bir-biriga perpendikulyar. Masalan, bu bilan bu perpendikulyar, bu bilan bu perpendikulyar, bu bilan bu perpendikulyar. Boshqa tekisliklarda turibdi. Xo'sh, endi o'ng qo'l qoidasidan foydalanamiz. O'ng qo'limiz kaftiga B kirish kerak. Ana bu B kamonni o'qib bizni tutib olishi kaftlaringizni buni tutib bilasizlar, buni tutib bilasizlar, buni tutib bilasizlar. Tepaki buni o'zlariga qarab tutib bilasizlar. Endi men shunday tutishim kerakki, ana bu bosh barmog'im kuchni ko'rsatsin. Ana bunday tutaman. Ko'rdingizmi? Mana bunday tutishim kerak. Shunda ana bu 4 ta barmoq elektronning harakat yo'nalishini ko'rsatadi. Demak, elektron harakat yo'nalishi qanday ekan? Bizdan ketuvchi degan belgi mana bunday. Mana. Kamonni o'tgan paytlarda orqasiga qarasalar ham bunaqa ikkichi ko'rinadi-ku bizdan ketayotganda. O'sha kamonni o'qiga o'xshaydi. Endi Z o'qi mana bu o'q edi. Ana bu o'q Z o'q edi. Men buni doskada bilan ko'rsatdim, asli Z o'qi mana bu o'q. Mana. Bu yerga qarang, ana shu. Bizga musbat yo'nalish bu tomon, bu Z o'qi bo'ylab ketgan u tomonga qarab. Z o'qiga qarshi Sejov. Xo'sh. Ikki moddiy nuqta garmonik tebranmoqda. Ikkinchisining tebranish chassasi 2 marta kichik, maksimal tezligi 5 marta ortiq. Agar birinchisining eng katta tezlanishi 1 bo'lsa, ikkinchisining eng katta tezlanishi qanday? 24. Yaqinda o'tdik tezlanishdan. Endi hozir o'sha tezlanishga bog'lab ko'rsataman sizlarga. Eslaringizga bo'lsa, tezlanish o'tgan payti tezlikning maksimal qiymati, tezlanishning maksimal qiymatini ko'rsatdim garmonik harakatda. Xo'sh, ikkinchisining tebranish chassasi 2 marta katta. Tebranish chassasi ikkinchisidan birinchisida deylik nu ga teng bo'lsa, ikkinchisida nu 2. 2 nu ga teng. 2 marta katta. Maksimal tezligi 5 marta ortiq. Demak, birinchisining tezligi v bo'lsa, ikkinchisining tezligi maksimal tezligi 5v. Birinchisining eng katta tezlanishi A1 1 bo'lsa, ikkinchisiniki qanday? A2 so'roq. Xo'sh. Endi maksimal tezlik uchun V max uchun A kara omega o'rinli, maksimal tezlanish uchun
a kara omega kvadrat o'rinli. Agar maksimal tezlanishni bundan topadigan bo'lsak, mana bunday yozsam bo'ladi, omega kvadratni a kara omega yozsam bo'ladimi? Ana buni o'zi nimani beradi? Maksimal tezlikni beradimi? Demak, maksimal tezlanish nimaga teng chiqar ekan? Maksimal tezlik kara omega. Omegani o'zi nimaga teng? Burchak tezlik. Siklik chastota yoki 2pi nu ga teng. 2pi nu ni keltirib qo'yamiz. Demak, A1 bizada mana bu A1 ni topish uchun 2pi nu1 v1 qilamiz. A2 ni topish uchun 2pi nu2 v2 qilamiz. Bo'ldi, ikkalasini bo'lib yuboramiz bir-biriga. A1 ni A2 ga nisbati 2pi ila ketadi. nu1 ni nu2 ga nisbati yu v1 ni v2 ga nisbati. A1 1, A2 so'roq, nu1 nu ga teng, nu2 2 nu ga teng, v1 v ga teng, v2 5 v ga teng. 10 bo'ladi, A2 barobar 10 chiqadi. Hisob kitob qilasizlar, A2 barobar 10 chiqadi. Xo'sh, bunaqa kalit yo'q bizda. Ha, bu 2 marta kichik degan ekan. Chastotani 2 marta kichik degan ekan. Kechirasizlar. 2 marta kichik bo'lsa, 2 yana bu yerga keladi. Xo'sh. 2 taqsim 5 teskari olsak 5 taqsim 2. 5 taqsim 2. 5 taqsim 2 B kalit. B kalitda bor. Xo'sh, 25. O'zgaruvchan tok manbaiga kattaligi 9 ohm bo'lgan aktiv qarshilangan. Aktiv qarshilik R 9 ga teng. Hammasini birligi demak ohmda to'g'ri birligi 4 chiqaveradi. Keyin sig'imi 1/3 mikrofarad bo'lgan kondensator ulangan. Kondensator 1/3 millifarad ekan. Millifarad kondensator ulangan. Agar to'la qarshilik Z deyiladi. Bunaqa o'zgaruvchan tokda 15 ohmga teng bo'lsa, kelinglar birligini masala sharti yozaylik. Bizdan siklik chastotasini so'rayapti. O'tkazsak tokning siklik chastotasini toping. Demak, agar kondensator hamda rezistordan iborat bo'lgan o'zgaruvchan tarmoqqa ulangan sxemani umumiy qarshiligini topish uchun biza Z barobar ildiz ostida R kvadrat plus xs kvadratdan foydalanamiz. Bu yerda rs deylik. R qarshilik kondensatorniki. Kvadratdan foydalanamiz. Bu yerda rs degani nimaga teng edi? 1/3 omega s mi? 1/3 omega s yoki omega l edimi? Formulasiga bitta qarab yuboringlar. Omega l yoki omega s bo'lishi kerak. Ana bu yerda bor. Omega s o'zi 1/3 yo'q. 1/3 omega s mi? 1/3 omega s. Masalan, uyqularsiz qochish uchun o'zim bilmaganga uribman. Abdulaziz. Bari uyqung kelyapti. Yo'qmi hay? 1/3 omega s ekan, to'g'ri. Xo'sh, ana endi 2 tomonni kvadratga oshirsak z kvadrat bo'ladi. Bu kelinglar men birdaniga z kvadrat yozib ketay. Z kvadrat barobar ana shunga. O'rnak keltiraman. 15 ni kvadrati barobar 9 ni kvadrati qo'shilgan. Qaranglar. 1/3 omega s yozishim kerak buni o'rniga. 1/3 omega kvadrat s qancha? 1/3 milli. Birligini bizda radian sekundni o'zi so'ragan ekan. Xo'sh. Omega kvadrat 1/3 ni kvadrati 1/9. 1/9 mahrajda bo'lguncha 9 tepaga chiqadi. Milli o'ng darajasi -3 tepaga chiqsa o'ng darajasi +6 bo'lib chiqadi. Xo'sh. 1/3 ni o'zini bergan bo'lish kerak edi o'zi shu yerda. Ana endi hisoblaymiz. 15 kvadrat 225. 225 dan 9 ni ayirsak 81. 225 dan 81 ni ayiramiz. Ne chiqadi? 144 mi? Ha? 144. 144 barobar 9 o'ng darajasi 6 taqsim
omega kvadrat ol ildiz bo'lishi kerak. Omega barobar 9 darajasi 6 taqsim 144 ildizda. 9 ildiz olsak 3, bundan ildiz olsak 1000, 3000 bo'lingan 12. 3000 ni 12 ga bo'linglar. 250. 250. Keyingisi. Xo'sh, keyingisini formulasi juda oson. Eng oxirida o'tilgani bilan qizil nurning to'liq qilgan energiya to'liq uzunligi 7.6 bo'lsa, binafsha nurning 380 darajasi 7. Ularning chastotalari taqqoslang. Qaranglar. Chastota bilan to'liq uzunligi qanday bog'langan? Chastotani topish uchun sizlar yorug'likni tezligini to'liq uzunlikka bo'lishlaringiz kerak. Chastotani topish uchun yorug'lik tezligini to'liq uzunlikka bo'lishlaringiz kerak. Demak, chastota bilan to'lqin uzunligi teskari bog'langan. Bu nima degani? Katta to'lqin uzunligiga kichik chastota to'g'ri keladi. Hozir qaranglar qani qaysi birining to'lqin uzunligi katta? 7.6 darajasi minus 7 kattami? 3.6 darajasi minus 7 kattami? Qaysi biri katta? Xo'sh. Qizil uchun 7.6 darajasi minus 7 metr. Binafsha uchun 3.8 darajasi minus 7 metr. Qaysi bir katta? Bu katta. Kattaga kichkina chastota to'g'ri keladi. Demak, binafshaning chastotasi kattaroq ekan. Chastotalarni aniqlang degan ekan. Aniqla desa ana shu formulaga qo'yamiz. Taqqoslang desa bunga qo'yamiz. Endi aniqlab chiqamiz. Qizilni chastotasini topishni nima qilaman? S bu yerda yorug'likning vakuumdagi tezligi doimiy son 3 darajasi 8 metr taqsim sekund. Xo'sh, 3 darajasi 8 metr taqsim sekundni bo'laman lambda qizilga 7.6 darajasi minus 7 ga. 10 darajasi minus 7 bilan 8 qo'shilsa 15 bo'ladi. 3 ni 7.6 ga bo'lsam, Alisher 3 ni 7.6 ga bo'lsam 3 ni 7.6 ga bo'laman. 0.78 qancha? 0 yana bitta 0 mi? 0.79 mi? Shunaymi? 10 darajasi 15 qoladi. Xo'sh, buni 3.9 darajasi 14 desak bo'ladi. Darajadan bitta qarz olamiz, virgul bitta o'ng tomonga suriladi. Endi binafshani topishni nima qilamiz? 3 darajasi 8 ni bo'lamiz 3.8 darajasi minus 7 ga. Bu 0.79 darajasi 15 chiqadi. Buni ham biz 7.9 darajasi 14 deb yozib olamiz. 14 bo'ladi. Bu ham 14 bo'ladi. Xo'sh, D kalit. Keyingisi 27-savol. Fokus masofasi 10 cm bo'lgan yig'uvchi linzada buyumning tasviri hosil qilinmoqda. Buyum linzadan 5 cm masofada turibdi. Agar buyumni linzaga 10 cm ga uzoqlashtirsak, uning tasviri qanchaga siljiydi? Fokus masofasi 10 cm bo'lsa agar, qaranglar. Fokus masofasi 10 cm linza, yig'uvchi linzaning belgisi mana bu. Yig'uvchi linza o'ziga tushgandan yig'adi. Ana bu 10 cm fokus masofasi. Xo'sh, keyingi fokus masofa 20 cm da joylashgan bo'ladi. Xo'sh, dastlab 10 cm bo'lgan yig'uvchi linzada buyumning tasviri hosil qilinmoqda. Buyum linzadan 5 cm masofada turibdi. Ana bu linza bo'lsa, buyumni ana bera qo'ygan, orasiga keltirib qo'ygan. Bunda mavhum tasvir paydo bo'ladi. Yig'uvchi linzada mavhum tasvir mana bu yerlarda paydo bo'ladi. Buyumni linzaga 10 cm masofaga uzoqlashtirsak, ikkinchi martada shu buyumni olib 10 cm uzoqlashtiradi. 5 ta turgan bo'lsa bu 10 ta uzoqlashtirsa 15 ga keladi. Mana. Endi bu yerda haqiqiy ta'sir bo'ladi. Birinchi marta ta'sir mana bu yerda paydo bo'ladi. F1, ikkinchi marta ta'sir mana bu qismda paydo bo'ladi. Bu F2. Endi qaranglar, F1 bilan F2 orasidagi masofa, ya'ni mana bu ta'sir bilan bu ta'sir orasidagi masofa shu ikkida F1 bilan F2 ning yig'indisi. Chunki bir marta bizda mavhum ta'sir paydo bo'lyapti, bir marta haqiqiy ta'sir. Xo'sh. Demak, linzadagi agar bizda linzani fokus masofasi bilan demak buyum hamda linza orasidagi masofani bergan bo'lsa, mavhum tasvir uchun mana formuladan foydalanamiz. Birinchi holatda
haqiqiy tasvir uchun mana formuladan foydalanamiz. Xo'sh, 1 taqsim f. F 10 cm fokus masofasi metrga o'tadigan bo'lsak 1 taqsim 0.1. 1 taqsim D1. D birinchi marta 5 cm da turibdi. 1 taqsim 0.05. Minus 1 taqsim F1. Xo'sh, bu necha bo'ladi? 10 bo'ladi, bu 20 bo'ladi. Xo'sh. 10 barobar 20 ayrilgan 1 taqsim F1. U tomonga o'tsa minus 10, ikkita minus ketsa 1 taqsim 10. F1 barobar. Xo'sh, qancha bo'ladi? 0.1. 0.1 metr yoki 10 cm. Ana bu masofa 10 cm ga teng ekan. Endi F2 ni topamiz. Bu yana 10 bo'ladi. 1 taqsim 0.1. Keyin 10 ta uzoqlashtirsak, xo'sh, 10 cm ga uzoqlashtirsak, bu qancha bo'ladi endi? 100 taqsim 15. 100 taqsim 15 5 ga bo'lsak, 20 taqsim 3. 20 taqsim 3. Plus 1 taqsim F2. Xo'sh, bu 10 bo'ladi. 10 dan ayiramiz 20 taqsim 3 ni. Barobar 1 taqsim F2 bo'ladi. 30 taqsim 30 dan 20 narsam 10. 3 taqsim 10 bo'lib qolar ekan bu. F2 ni o'zi F2 barobar demak 30 cm bo'ladi. Shu ham ana bu 30 cm ekan. Endi mana shu tasvir bilan mana bu tasvir orasidagi masofa qancha bo'ladi shunda jami? Bu 10 ta, bu 30 ta. 40 ta bo'ladi. Demak, bizdan so'ragan L F1 bilan F2 ning modullarining yig'indisini so'ragan 40 cm chiqadi. Xo'sh, litiyda 28. Litiydan uzilib chiqqan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 1.7 elektrovoltga teng bo'lishi uchun u qanday chastotali yorug'lik bilan yoritilishi kerak? A barobor 2.4 elektrovolt. Men sizlarga mashhur olimni aytaman. Einstein ismi. Einsteinning foto effekt uchun formulasi bor. A shkara nu barobar A plus demak A shkara nu barobar A chiqish plus Y kinetik. Y kinetik. Kinetik energiyani 1.7 degan chastotani so'ragan ana bu yerda. Nu ni so'ragan, H ni bergan. H bu Planck doimiysi. H ni 4.1 10 darajasi minus 15 deb bergan. Masala shartini o'qinglar bor. Qara nu chiqish ishini 2.4 degan, Y kinetikni 1.7 degan. Elektrovoltda o'lchagan, elektrovoltni keyin ko'ramiz nimaligini. Demak, bundan nu topadigan bo'lsak, nu barobar 2.4 ga 1.7 ni qo'ysak 4.1 xo'sh 4.1 bo'lingan 4.1 10 darajasi minus 15. 4.1 lar qisqarib ketsa 10 darajasi 15 gerts qoladi, o'zining asosiy birligida chiqadi. Keyingisi 29. Rasmda qaysi chiziq relativistik impulsning tezlikka bog'lanishini ifodalaydi degan. Xo'sh. 29. Relativistik misollarning hammasida yodlardan chiqmasin. Yorug'lik tezligi demak bizda berilgan tezliklarning maksimali bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda yorug'lik tezligi bor. Tezlik bundan katta o'tib keta olmaydi. Mana sizlar qaranglar. Birinchi grafikda fizik kattalik maksimal yaqin kelganda, lekin yorug'lik tezligi o'tib keta olmagan. Qolgan, masalan, 4-grafikda tezlik yorug'lik tezligidan katta bo'lib ketgan. Bizda yorug'lik tezlik eng chegaraviy tezlik. Impuls topish formulasi e'tibor beringlar, relativistikda ham m kara v bo'ladi. Tezlik 0 bo'lganda impuls ham 0 bo'ladi. Mana 0 dan boshlaydi, yorug'lik tezlikka cheksiz yaqinlashib kelaveradi. Ya'ni jismning tezligi yorug'lik tezligiga cheksiz yaqinlashib kelaveradi. Impuls keskin ortishni boshlaydi mana shu yerda. Birinchi kalit doim ana shu relativistikda qaranglar, bitta diqqat qilinglar-da, relativistikda kalit grafik shu jismning tezligi yorug'lik tezligiga cheksiz yaqinlashishi. Va odatda hamma egrisi bir xil bo'ladi, mana shunday. Parabolik egrisi hosil qiladi. Va yorug'lik tezligi cheksiz yaqinlashib o'tib keta olmaydi, tegmaydi ham. Agar yorug'lik tezligi o'tib ketadigan qanaqadir grafik bo'lsa, demak bu relativistik emas. Tushundingizmi? Xo'sh, 30-masala sharti aytganki, vodorod 3-energetik sathdan 1-energetik sathga o'tganda chiqaradigan to'lqin uzunligi bilan 6-energetik sathdan 2-energetik sathga o'tishda chiqaradigan to'lqin uzunliklarini nisbatan toping degan. Xo'sh, biz bunday qilamiz. Vodorod
H nu energiya chiqaradi deymiz. Xo'sh, energiya soatlaridagi ayirmani yoki biz Rydberg doimiysidan ketadigan bo'lsak, nu barobar Rydberg doimiysi kara energetik sathlar. Xo'sh, birinchi sathdan 3-sathga o'tgan 1 taqsim 1 ning kvadrati ayrilgan 1 taqsim 3 ning kvadrati. Birinchi sathdagi energiyasi deylik r taqsim 1 ning kvadrati, 3-sathdagisi 1 taqsim 3 ning kvadrati. Doim sathlarni kvadratini olasizlar. Shularning ayirmasi energiya farqini beradi. Birinchi foton chiqargan, to'lqin chiqargan, keyin ikkinchi sathga o'tgan, keyingi sakrashda 6-sathdan 2-sathga o'tgan. Katta energiya 2-sathdagi energiya kattaroq bo'ladi. Shuning uchun 1 taqsim 2 ning kvadratdan ayiramiz 1 taqsim 6 ning kvadratini. Bu chastotalar nisbati. Chastota mana bu yerda ko'rdik, to'lqin uzunligiga teskari bog'langan. Agar chastotalarni nisbatini olsak, bu bizga to'lqin uzunliklarining teskari nisbatini beradi. Lambda 2 ni lambda 1 ga nisbatini beradi. Xo'sh. Endi menga lekin birinchi mana shuni teskarisini so'raganda, o'zi men topadigan javob savolimni teskari chiqadi. Xo'sh, 1 ning kvadrati 1, 3 ning kvadrati 9, 1 dan 3 ning kvadratini 1 dan 1 taqsim 9 ni ayirsam 8 taqsim 9 chiqadi. 2 ning kvadrati 4, buniki 36. 36 dan 4 ni ayiraman 32, 32 ni 4 kara yoki mahraj bersak necha bo'ladi 4 bilan 36 ga? 9. 8 taqsim 36 bo'ladi bu. 8 taqsim 36. Suratdagi 8 ga ketsa 36 taqsim 9 bo'ladi. 36 taqsim 9 nechi? 4 ga teng. Lekin javob 1 taqsim 4 chunki bizda lambda 2 lambda 1 ga nisbat emas, lambda 1 ni lambda 2 ga nisbatini so'ragan. 1 taqsim 4. C kalit.